Avliyoyu anbiyolarning ruhlariga fi sabilillah hadiya ayladik. Va shu yerda jam bo'lib turgan, siz-u bizlardan umidvor bo'lib turgan otalarimiz bordir, onalarimiz bordir, aka-yu ukalarimiz bordir, o'g'il qizlarimiz bordir, opa-singillarimiz bordir. Barchalarini arvoh olamda ruhlarini shod aylagin Allohim. Hammalarimizni ham ta oxirgi damgacha kalom Rabboningdan judo aylamagin. Allohim kalom Rabboningning fazilatiga nasib aylagin. Allohum arhamna bil Qur'anil azim. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.